Alo aya, men prava olganimda aytdimmi? Ha, 50 marta aytding. Ha. Ha, so'ra qo'y. Prava oldingmi? Ha, qayoqdan bildingiz? Peshonaga yozib qo'yibdi-yu, pravasi bor deb. Kuyyaptimi? Nima kuyyaptimi? Ovqat kuyyaptimi deyman. Voy. Ovqat qo'yib chiqdim. Alo aya, Ha, prava olganim dadamga aytdimmi? dadangni pochkasini sotib pravaga pul berdik shekilli. Demak aytibman. Imtihondan necha marta yiqildingiz? 23 marta. Oho, shu yerda yashayotgan ekansiz-da. Sani pravang bor. Nega piyoda yuribsan? Meni pravam bor, lekin mashinam yo'q. Aka, prava o'ynaysizmi? Pravang bormi? Ko'rmisiz? Pravang qanchaga tushgan? 5 millionga. 5 millionga prava. 150 millionga mashina. Kamiga shtraflar. Oho! Uka shuncha rasod qilgandan ko'ra 3 million so'mga bitta shofyor olsang bo'lmaydimi? Bala, shuni o'ylab ko'rmayapman-ku. Ha, ya. Ish gaplashdim. Ertadan ishlaysan. Maktabga formangni o'zing qilasan, tushundingmi? Xo'p. Mo'rsam qo'y, nech pul o'zi? 20 ming. 20 ming? Nima buncha qimmat? Kiyimni narxi oshibdi. Kiyim bilan mo'rsi nima aloqasi bor? Sizga aloqasi yo'q, menga aloqasi bor. Olasizmi yo'qmi? Ha, malades, sendek yoshlarim kamayib ekan. Endi ishlab uyingga pul olib borasan-da. Yo'q, kiyim olaman. Kiyim ham yaxshi. Endi ishlab ota-onangga kiyim olib bersang yaxshi. O'zimga kiyim olmoqchiman. Mo'rsan qo'ychi. Xo'jayin, men ishdan ketmoqchiman. Ya, nimaga ketyapsan? Tufliga 200 ming pul yig'ib oldim. Hozir. Alo, ha, ya. Yaxshi ishlayapsanmi? Yo'q, ishdan bo'shayapman. Nega? Tufliga 200 ming yig'ib oldim. Tufli 300 ming-ku. Yana 3 kun ishlarkanman. Shoda, ketdik maktabga. Ketdik. O'zing g'alati his qilmayapsanmi? Yur. Alo, aya, biza Jo'ram bilan kredit olmoqchimiz. Yo'q, kredit olma. Bizlar olib oldik-da kredit. Zo'r qilibsan. Endi o'zing to'laysan. Xo'p. Ha, aya. Shu oy kreditingni to'ladingmi? Ha, to'ladim. Jo'rang ham to'labdimi? Bilmasam, to'lagandir. Eshikni oching, bankdan keldik. Kreditingizni to'lamagansiz. Uyda hech kim yo'q. Mana gapiryapsiz-ku. Bo'ldi, boshqa gapirmayman. Qanday to'layman? Alo, assalomu alaykum. Texnika do'konimi? Xuddi shunday. Sizga qanday yordam bera olaman? Xolodilnik olmoqchi edim. Nech pul? Alo, assalomu alaykum. Texnika do'konimi? Ha, nima xizmat? Xolodilnikni sotmoqchi edim. Nech pulga olib qolasizlar? Aka, keling shuni olib keting. Bir marta kiyganman. Kreditim to'lashim kerak edi, aka, oling. Nima qilyapsan? G'ish qo'yapman. Kiyim oldingmi? Kastim shim oldim. Lekin men bunaqa futbolka topa olmadim. Qanaqa qilib to'layapti bu kreditini? Tavba qildim. Nima qilyapsan? Oq ko'ylakka kelganingni bankdanmi deb o'ylabman. Jo'ra, qara, sendan bitta narsani anchadan beri so'rayman deyotgandim-da. Ikkalamiz bir xil paytda kredit oldik. Sen o'z vaqtida to'laysan. Mana qara, gadoyim chiqib ketdi. Uyda hamma narsani sotib oldim. Shuni qanaqa qilib to'layapsan? Shuni yo'lini menga ham o'rgat. Buni yo'li juda oson. Qara,
kredit olasan. Kredit olganingdan keyin yaxshilab ishlatasan. Keyin to'lash vaqti kelgandan keyin uni ustiga to'lash uchun yana bitta kredit olasan. Uni ham mazza ishlatganingdan keyin uni yopish uchun ustiga yana bitta kredit olasan. Shunday qilib bir-biriga zanjir qilib, bir-birini qoplab yuraverasan. Xo'p, buni oxiri bormi? Yo'q. Buni oxiri yo'q. O'lguningcha to'laysan. Allo, aya, jo'ralar bilan cho'milsam bo'ladimi? O'zi o'tgan safar bir o'limdan qolding. Yo'q, bular akkuratni cho'milar ekan. Xo'p, mayli. Ehtiyot bo'lib cho'mil. Xo'p. Bo'ldi. Yur cho'milamiz. Men suzishni bilmayman-ku. Menda bitta zo'r reja bor. Ayang telefon qilyapti. Allo, aya. Cho'kib ketmadingmi? Xohlasam ham cho'kib ketmasam kerak-ku. Ketib cho'milamiz. Sen nima kiyiming bilan cho'milyapsan? Ayam aytdi, kiyimingni ichma dedi, shamollarkanman. Bola nima o'ynaymiz? Rostdan nima o'ynaylik? Bosh o'ynaylik. Davay ketdik. Tosh topar o'ynaymiz. Men otaman, sizlar topasizlar. Ay, boshim. Boshqa o'yin o'ynaymiz. Allo, aya, bu yoqda ilonlar bor ekan. Voy o'lay, qayerda? Ha, u yoqda bolalar nos chaktiryapti. Voy, qayerni nosi? Toshkentda nosi. Ha, hech narsa qilmaydi. Samarqandni nosi. Ha, Samarqandniki ekan. Ha, o'ldi u ilon. Urgutniki edi. Allo, aya. Ha, Ro'za tugashiga qancha qoldi? oz qoldi, sabr qil. Kun juda asta o'tyapti-da. Ha, ishlasang tez o'tadi. Nima ish qilaman? Ramazon aytib keldik eshigingizga. Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'chqordoy o'g'il bersin beshigingizga. Чё? Dайте деньги. За что деньги? Ramazon aytgan bilan to'yamizmi? Bo'ringani qoidasini buzamizmi? Bo'ringani qoidasini. Bo'ldi, to'xta. Ha, berardim-u. Menda plastikda. Ahmad. Nimaga fonogrammani qo'yibsan? Jonli aytsang bo'lmaydimi? Jag'im og'rib qoldi. Jonli aytganingda pul berardim. Maqsad pul bermaslikmi? Ha, pul yo'q. Shu magazin ortida latta-putta magazin egasini yapti. Shunaqa yurishing yaxshi. Undan ko'ra ishlasang, o'sha pulni topasan-ku. Qancha topding o'zi? Ramazon aytib keldik bozoringizga. Qo'chqorda savdo bersin bozoringizga. Rahmat. Shuncha pulni nima qilamiz? Tabriklasanglar bo'ladi. Men 15 yoshimda o'zimga kabesh sovg'a qildim. Allo, aya, men mashina oldim. Necha pulga olding? 400 millionga. Malibu oldingmi? Yo'q, Nexia 3 oldim kreditga. Yetib keldik. Nech pul bo'ldi? 80 ming bo'ldi. Menda 40 ming ko'rsatyapti-ku. Kondisioner ishlab keldi 10 ming. Qo'shiq eshitib keldingiz, u ham 10 ming. Muzikani o'zingiz qo'ydingiz-ku. Siz ham eshitdingiz-ku. To'g'risini ayting, nimaga buncha qimmat? Mashin kreditga olganman. Ha, brat, kreditga mashina olib taksi qilyapsizmi? Ha, qayoqdan bildingiz? Taksi qilaverib, sedan orqasiga yopishib qolibdi-yu. Go'sht nech pul? Qo'l go'shti 30 ming, mol go'shti 130 ming. Mol go'shti yesam kreditim bor. Tovuq go'shti yesam allergiyam bor. Hayotga bir marta kelaman. Mol go'shti yesam nima qilibdi? Qaysidan beray? Tovuq go'sht bering. Aka, mashinda shu turish sotsam nech pulga ketadi? Metallonga 5 millionga ketadi.
Allo, ha, aya. Kreditimga 5 million kerak deb yuruvding. Shuni topdingmi? Hozir topdim. Nima bo'pti, doktor? Oho, sahringiz oshib ketdi-ku. Elyor bo'lmagan, shundaymi? Assalomu alaykum akalar. Gripp bo'lib qoldim. Ayam uyda yo'q edi. Nima qilsam tezroq tuzalam, ha? Buni yo'li oson. Karichi trubka olasanda, asalga yaxshilab aralashtirib yeysan. Otday bo'lib ketasan. Turpni asalga aralashtirib ichuvdim. Jigarda ham zo'riqtirib qo'yibsiz-ku. Akalar, umuman ishtaham yo'q. Hech narsa yeyolmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Ishtahani ochishni zo'r bitta yo'li bor. Ko'proq qalampir ishtaha ochiladi. 33 ta qalampir yegandim. Bir yeyishda. Jigarlaringiz titilib ketmabdi hali ham. Anginalar shishib ketgan. Nima bo'ldi? Tomog'im vobshe qisib qoldi. Nima dori ichsam bo'ladi? Jonga tegding-da. Zahar kesadi. Marojni yeysan xullas. 19 tagina marojni yegandim. Birda 20 ta qilmabsiz-da. Juft bo'lardi. Akalar, umuman mazam bo'lmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Toza jonga tegding. Borib bitta svich ol, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Svichi? Buni ishlatdingizmi? Bu mashinaning svichasi-ku. Shuni keyin bildim-da. Allo, aya? Men roza tutmoqchiman. Ro'zani 10-kunimi? Ha, bo'lmaydimi? Bo'ladi, tutaver. Xo'p. Ana roza tutganlar uchun suv yo'qmi? Tushundim. Allo, aya, vaqt o'tmayapti-ku. Biror kimga yordam ber, savob ish qil. Hayvonlarga ham yordam bersam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Allo, aya. Men baliqlarga yordam berdim. Nima qilib yordam berding? Magazinda hamma baliqlarni olib bitta amakiga berdim. U amaki hamma baliqlarni uyiga qaytarar ekan. Daryoga. Aka, bu qancha? 300 ming. Ana roza tutganlarga skitka qilib bermaysizmi? Mayli, qilib beramiz. Qancha skitka qilib beraylik? 28 ming pulim bor edi. Uyalmaysizlarmi ro'zoyi shunaqa ish qilishga? Aql o'rgatyapsan? Sen qo'lingga aql o'rgatmagan. Sanga o'xshagan ba'zi bir insonlar uyalishi kerak. Ertalab saharxo'rlik qilib, shu bilan iftorgacha uxlaydigan. Shu roza tutishmi? Kim aytdi? Ayam aytdimi? Nimani? Abidgacha uxlaganimda. Allo, aya, sizni tabriklayman. So'xrob jo'ram kredit oldi. Siz unga kafil bo'ldingiz. Men hech narsaga qo'l qo'yganim yo'q. Ertalab ukam kundaligiga qo'l qo'yib berdingiz-ku. Xo'sh, O'sha kundalik emas edi. Jo'ra, kredit to'lashga qiynalmayapsanmi? Yo'q. Biz qiynalyapmiz. Ayamni topgan oilaga seni krediting to'lashga ketyapti. Qachon to'laysan? To'layman, vahima qilmagin, oyligim tushmayapti-da. 6 oy tushmadim. Nima xohlaysan? Kredit to'lash kerak. To'layman. Qachon? Qachon to'laysan? Krediting qachon to'laysan? Krediting qachon to'laysan? To'layman dedim-ku, Elyor jo'ramiz Rossiyadan pul tashlayapti. Bankdan sirazi olib kreditni yopib boraman. Oyoq kiyimimni ber. Rossiyadan pul tashasa bankka borishing shart emas. Milliy pay ilovasi bor-ku. Rossiyadan turib to'g'ridan-to'g'ri krediting yopsa bo'ladi. Undan tashqari Uzcard, Humo, dollar bo'lsa Visa kartalariga pul tashlasang bo'ladi. Yangi funksiyalari qo'shilgan kommunallaringdan to'lasang bo'ladi. Eng asosiysi ishonchli 880 ming obunachisi bor. Qo'llab-quvvatlash xizmati 24/7 ishlaydi. Mabodo problema bo'lib qolsa. Serios, hozir bor Elyorga aytaman. Nima vaqtlar aytmading? Qayerga ketdi? Sendan pul olgani ketdi. Sen Rossiyada ekansan-ku. Qachon to'laysan? Jonimga tep ketdi. Hech bo'lmasa shu bo'lmagani olib tur. Beraman shu pulingni. Assalomu alaykum. Bankdan keldik. Kreditingizni to'lashingiz kerak. Mana kredit, boshqa qaytib kredit olmayman. Sen kuchuk ko'zimga ko'rinmagin.
Allo, aya, men ishni boshlayapman, duo qiling. Xo'p, bolam, yaxshi ishla. Yo'llarda ehtiyot bo'l. Ko'p dastavkalar bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Dastlabki qani? Olib ketibdi. Ha shuni bilar ekansan, orqaga qaytib olib kelsang bo'lmaydimi? Birinchi sizga aytay dedim-da. Endi shuncha yo'lga borib qaytib olib kelasanmi? Borasizmi men bilan? Ya aka, assalom. Hali pucham boshiga tashlab qo'ying aka. Litsenziyam yo'q. 10 ming beraman. Odam tasha olmayman, litsenziyam yo'q. 50 ming beraman aka. Allo, dastavkangizni olib keluvdim. Bo'ldi, olib chiqib bering, eng oxirgi qavat. Assalomu alaykum. Voy, terlab ketibsiz, liftda chiqdingizmi? Yo'q, Ha, zinada chiqdingizmi? yo'q. Voy, unda nimada chiqdingiz? Skuterimda chiqdim. Allo, ho, aya. Shoshilmasdan, bir palakat qilmasdan sekin-sekin hayda. O'zi skuter birovniki, tushundingmi? Xo'p. Kaskaga hech narsa qilmadi-ku. Allo, aya. Ha, Ro'za tugashiga qancha qoldi? oz qoldi, sabr qil. Kun juda asta o'tyapti-da. Ha, ishlasang tez o'tadi. Nima ish qilaman? Ramazon aytib keldik eshigingizga. Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'chqordoy o'g'il bersin beshigingizga. Cho? Dайте деньги. За что деньги? Ramazon aytgan bilan to'yamizmi? Bo'ringani qoidasini buzamizmi? Bo'ringani qoidasini. Bo'ldi, to'xta. Ha, berardim-u. Menda plastikda. Rahmat. Nimaga fonogramma qo'yibsan? Jonli aytsang bo'lmaydimi? Jag'im og'rib qoldi. Jonli aytganingda pul berardim. Maqsad pul bermaslikmi? Ha, pul yo'q. Shu magazin ortida latta-putta magazin egasini yapti. Shunaqa yurishing yaxshi. Undan ko'ra ishlasang, o'sha pulni topasan-ku. Qancha topding o'zi? Ramazon aytib keldik bozoringizga. Qo'chqorda savdo bersin bozoringizga. Rahmat. Shuncha pulni nima qilamiz? Tabriklasanglar bo'ladi. Men 15 yoshimda o'zimga kabesh sovg'a qildim. Allo, aya, isib ketyapman. Qolgan odamlar qanaqa qilib yuribdi ekan? Aka, siz ham isib ketyapsizmi? Ha, ko'rmayapsan, issiq-ku. Hamma isib ketyapti ekan. Issiqda yurma, soyada yur. Xo'p. Allo, aya. Ha? Issiq 50 gradus, soya 48 gradus bo'lyapti-ku. Bari isib ketyapman. Muzday suv ich agar. Telefon quvurasan? Xo'p. Kelinglar, mana morslar bor, kelinglar. Aka, hamma suvingizni ichsam nima bo'ladi? Nima bo'larding? Bo'ki bo'lasan. Suv ichib bo'ki bo'lsammi yo issiqda kuyib bo'lsammi? Mayli, suv bering. Allo, aya. Bir bochka morsa ichdim, baribir isib ketyapman-ku. Konditsionerning ustiga o'tirib ol. Toza jonga tegding-ku. Allo, aya. Orqam kuyyapti-ku. Bor, ariqqa borib cho'mil, umrimni yeding sen bola. Allo, aya. Endi umuman isib ketmayapman. Xo'p, nimaga telefon qilyapsan agar? Men suzishni bilmasdim-ku. Suzishni bilmasang nimaga cho'milasan? Allo, aya, pul kerak. Senga pul kerakmi? O'zing ishlab top, tushundingmi? Assalomu alaykum, nima buyurasiz? Nimalar bor? Hozir. Xo'sh, qanaqa ovqatlar bor ekan? Osh.
Hozir. Ha, varaqqa yozib keldim. Bu yoqda faqat osh yozilgan-ku. O'zi osh markazi ekanda bu yer. Bo'pti, to'y oshi bormi? Hozir. To'xta. Bor xo'jayiningni chaqir. Yo'q bo'ldim aka. Zo'r yuvibsan. Bu meni mashinam emas, narigisi meniki. Shunda pulim bermaysizmi? Shu orqadagi materiallarni tomga olib chiqish kerak ekan. Haydavermaslaringizdan o'zim keta qolay. Oldin ukol qilganmisiz? Doktor, ukol qanchada ta'sir qiladi? Ta'sir qilyapti.